lekin hojatxona darajasida ham tashabbus qilishga uyaladigan bo'lib qolganmiz. Hojatxonada bo'lgan bitta voqeani gapirib bermoqchiman. Yaqinda namozdan keyin masjidda hojatxonasiga kirdim. Namoz tugashi bilan bo'lgani uchun odam ko'proq ekan. Uzun yo'l, ikki tomonda o'sha eshiklar 5-6 kishi navbat kutib turibdi. Bir kishi keldi, u ham o'ziga yaqin eshikni ochib ko'rdi, qarasa band. Shu bilan hamma kutib turibdi. Men oddiy hamma odamlar navbatda orasidan o'tib bordim va eshiklarni birin-ketin ochishni boshladim. Chunki men ko'p bu holatga tushganman. Ko'pincha masjid hojatxonasida odamlar chiqib eshikni yopib ketadi-yu, chiroqni o'chirish esdan chiqadi. Tashqaridan qaraganingizda band bo'lib ko'rinadi. Bitta, ikkita, uchta ochdim, 4-chi va 5-chi eshik kelganda qarasam ochiq ekan, bo'sh. Bu oddiy odamligimda qarasam, endi kiravering, o'zingiz ochdingiz degandek qilishdi, kirib chiqdim. Aytmoqchimanki, oddiy hojatxona darajasida bu g'alati misol bo'lishi mumkin, lekin bizning ichki dunyomizni ko'rsatib beradigan ochiq haqiqat. Shu oddiy vaziyatda ham bizni tashabbus qila olmaydigan, borib tekshirib ko'ra olmaydigan, bundoq fikrlab ko'rmaydigan, hamma kutib turibdi-yu, men ham indamasdan kutib turaman deb fikrlamaydigan bo'lib qolganmiz. Notavon darajaga tushib qolganmiz. Gapirsam bir ikkita odamlar xafa bo'ldi, lekin hojatxona darajasida ham tashabbus qilishga uyaladigan bo'lib qolganmiz. Bo'sh eshikni kutib turishi odob deb o'ylaymiz. Aslida xuddi shu misol orqali bizning atrofimizda ochiq eshiklar juda ko'p, taqillatish ham shart emas. Borib tortish kerak xolos.